Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari, Chorva qo'y ishqibozlari. Bugungi video rolikda Andijon viloyati Bo'ston tumani Zavra mahallasidan boramiz. Mana yangiliklarimiz, qo'ylarimiz qo'zilashni boshladi. Ikkita qo'yimiz qo'ziladi. Bittasi 2-oktyabrda, bittasi 15-oktyabrda qo'ziladi. 14-15-oktyabrda qo'ziladi. Bugun 18-oktyabr, hafta kuniga shanba. Qo'ylarimizni ko'rishingiz mumkin. Oziqlanishini hozir silos berdik bularga. Silosni yeyishyapti. Silosga makka bug'doyni drabilkadan chiqarilgan u holatdagi yormasini sep berdik. Mana qo'chqarchalar. Xudo xolasa yaxshi boshlashib oldi, qo'ylar ham bolalashdi. Xudo xolasa endi bu yog'i qo'yalari ham yana birar oyda ichida tug'ishni boshlaydi. Ikkalasi ham qo'chqarcha tug'ib berdi qo'ylarimiz. Bunisi ham qo'chqarcha, bunisi ham qo'chqarcha. Mana shu qo'yimiz tug'di bittasi. Bitta qo'yimiz bu. Qani. Yana bittasi. Hozir. Yana bittasi bu tarafda ekan. Mana bu qo'yimiz. Mana shu qarab turgan videoga. Mana shu qo'yimiz. Birinchi mana shu qo'yimiz tug'di. Odamdan hurkak qo'ylar. Mana ikkitasini bu yoqqa qamab qo'ydik. Mana bu katta qo'chqar odamni suydigan bo'lib qopti. Uni bu yoqqa qamab qo'ydik. Unga sherik qilib yana bitta qo'chqarni qo'shib qo'ydik. Ular ancha-muncha makkalar deb turibdi. Bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni doimo kuzatib boringlar. Rahmat hammaga.